tez bu pullarimni boshqa joyga olib qo'ymasam, hozir reydda agar meni ham tekshiradigan bo'lishsa, keyin dabdala bo'ladi. Hozir boshqa joyga ko'chirib olishim kerak. Avval polizimdagi hoslarni sira yig'ishtirib olayin, keyin boshqa joyga olaman. Agar rostdan ham top bo'lishsa, qishloqda haydalib ketaman. Bilmadim qayoqda yashayman, keyin boshqa qishloqqa borib yashardim, lekin bular o'zaro kelishgan. Bu qishloqdan quvib yuborishsa, boshqa qishloqqa ham kiritishmaydi keyin. Obbo, dabdala boru. Shu qonunlarni yaratganlarni ham qanday yaratishgan, qaysi miya bilan o'ylab yaratishgan bilmasam. Mayli, hozir bir amallab mana shu yerdagi narsalarni, ya'ni hosillarni joylashtirib olayin, keyin borib hal qilib yuboraman. Tak, tezroq qanaqa yig'ishtirish, tezroq mana bu narsalarni ekib yuboray. Xo'p, tak bo'ldi, mana cho'tga. Endi hosillarni, soliqlarni ham olib borib to'lashim kerak. Hali soliq ham to'laganim yo'q. Janob mer agar soliq to'lamaganimni bilib qoladigan bo'lsa, baribir qishloqdan haydaydi. Har qanaqasiga qishloqdan haydalishimga to'g'ri kelyapti. Bilmadim, nimadir o'ylab topish kerak, pullarni qayergadir yo'q qilishim kerak. Buncha pul borligini menda ko'rishsa, qayerdan olding buncha pulni deyshadi. Lekin men qayerdan olganimni bilishmaydi-ku. Agar aytadigan bo'lsam, keyin qamab qo'yishlari aniq. Tak, hozir qandaydir reja o'ylab topish kerak. Reja topmasam hech ilojisi yo'q. Xo'p, mana bu hosillar shu yerda tura qolsin hozircha. Keyin ko'raman boshqa narsalarni. Instrumentlar esa shu yerda tura qolsin. Bitta toporda o'zi yetadi. Mana pullarni boshqa joyga ko'chiraman hozir. Tak, ochiq tura, yopiq tura qolsin. Yopiq emas, ochiq tura qolsin, chunki hech kimga ko'rinmaydi shunaqa qilsam. Menimcha bo'ldi, всё. Ana endi bularni hozir Jo'xa. Nima gap? Janob mer chaqiryapti seni. Tezroq borar ekansan yoniga. Mayli, hozir boraman. Xo'p. Nima der ekan, bilib qolmadimki ish qilib pulim borligini. Tak, hozir buni yopib qo'yishim kerak. Mana bu narsa kerak emas. Tak, pullarimni ham qo'yib ketaymikan? Yo'q, pullar o'zimda tura qolsin, chunki agar o'zimda turmasa, ular tekshirib qolsa yomon bo'ladi. Bo'ldi, pullarni hozir boshqa joyga oshirib qo'yishim kerak. Qayerga qo'ysam bo'ladi pullarni? Tak, to'g'ri kerak. Yo'q, pullarni baribir qayergadir yashirishim kerak. Yashirishga joy topmasam bo'lmaydi. Hech ilojisi yo'q. Tak, hozir bularni shunchaki tepa inventarga olib qo'yaman. Bo'ldi. Hozir tak, janob mer chaqirtirgan. Nima ishi bor ekan? Qanaqadir, menimcha shu masalaga oid nimadir gapi bor. Hozir tak, chekkaroqda o'ynashlaring, chekkaroqda tur. Obbo, nima bo'ldi? Nima shu eshigingiz doim bag bo'ladi, janob mer? Bilmadim, kechiring. Assalomu alaykum. Va alaykum. Senda gapim bor edi. Qanaqa gapingiz? Bilasan, biz uylarni tekshirish bo'yicha reyd o'tkazyapmiz. Ya'ni kimda ko'p pul bo'lsa, o'sha pulini olib qo'yapmiz va qishloqdan haydayapmiz. Bilaman, lekin nimaga bunaqa qilyapsizlar? Men tushunmayapman. Bu shunchaki xavfsizlik uchun, o'g'irlikni oldini olish uchun. Tushunarli. Hozir men nima qilishim kerak? Sen bir 15 kunlar uyiga kirmaysan endi, boshqa joyda yashab tur. Nima uchun? Uyingni tekshirishimiz kerak. Qanaqa? Mayli, bo'pti. Hozir birorta yashash uchun joy topib olay, keyin ko'raman. Yaxshi, o'tib oldim bir amallab. Eshigini rasvo qilib tashlabdi. Sizlarga salom bermabman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar men yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga tez obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki hozir nima qilishga men hayron bo'lib qoldim, to'g'risi. Uyingni bo'shat deyapti. Tak, eshigim qulflanib qolibdimi? Tushunmadim. Bu qanaqasi eshigim qulflanib qoladi? Men qulflab g'alati. O'ynadan hozir instrumentlarimni olmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. 15 kun endi bu uyda yashay olmayman. Demak, qayerdadir boshpana topish kerak. Lekin qayerdan boshpana topishim mumkin? Shu yetmay turdi. Mayli, hozir qayerdandir yashash uchun joy izlashim kerak. Sharoit qilib olmasam, dabdala qilib tashashibdi hamma yoqda. Hozir uyga kirib bo'lmayapti, eshikni qulflab tashlabdi. Tak, bir amallab ichkariga kirib olsam, bir ikkita narsalarni olib ketishim kerak bu yerdan. Tak, mana bu yerda qurollarim bor. Qurolni bu yerda ko'rib qolishsa, dabdala bor-ku. Qurol ishlatyapsan axir sen hozir deydi. Keyin gap eshitadigan bo'lsam dabdala bo'ladi. Hozir mana bu yerda hosillardan ham birikta olib ketayin. O'sha yoqda balki ekishimga to'g'ri, yo'q, yeyish uchun. Ekishga to'g'ri kelmaydi, yeb olaman. Tak, hozir yashash uchun joy izlash kerak. Haqiqatan ham joyim yo'q menda. Вообще-то joy yo'q. Hozir men o'q-dorilarni joylashtirib qo'yay joyiga. Menimcha to'g'ri joylashtirdim, bo'ldi. Qurollar o'zimda tura qolsin. Xo'p, o'rmonda adashmasam qayerdadir bitta shaxta ko'rgandim. Shaxtaning ichida qandaydir yashash joyiga o'xshaydigan joy bor edi. Hozir o'sha joyga boraman. O'sha joydan balki boshpana topa olarman. Balki o'sha yoqda yashab qolarman, bilmadim. Hozir, o'sha joy topib, qurolni
o'qiyotganimda hech kim bilmadi shekilli, bilmagan bo'lsin-da, chunki agar bilib qolgan bo'lsa qurolim borligini keyin qurol uchun ham menga qarshi qanaqadir nimadir qo'llashi mumkin, qanaqadir chora tadbir. Hozir bu yerdan daraxtlarni biroz yig'ishtirib olib turib o'zimga bir uy qurib olmasam bo'lmaydi. Xo'p, qayerdan uy qursam bo'ladi? Qayerdan shu atrofdan qayerdandir kichkinaroq bo'lsa uy qurib turib 15 kun yashab turishim kerak. Nahotki 15 kun ko'chada yashayman. 15 kun 15 kun sizlar tasavvur qilyapsizlarmi qancha kunligini? 15 kun bu 15 kun degani. Ya'ni 16 kundan bir kun kam, 14 kundan bir kun ko'p degani. Shunda shuncha yashashim kerak ko'chada. Hozir mayli, bir amallayman. Narsalarni yig'ishtirib olay, uy qurib olay bu yerdan. O'zimga bir sharoit qilib uy qurib olmasam bo'lmaydi. Xo'p, qayerdan qursam bo'ladi uyni? Tosh topish kerak hozir qayerdandir. Shaxtadan borib tosh olib kelishim kerak. Shaxta mana shu yerda edi. Shaxtada qanaydir sirli joy bor deysizlarmi? Avvalgi qismlarni ko'rgan bo'lsanglar, avvalgi videolarimda hozir men bu yerda ko'mirlarni olay, keyin o'sha joyga kirib ko'raman. Ichidagi narsalar balki menga kerak bo'lib qolar. Ichida zo'r qon oldindan bor, bilasizlarmi? Kimdir burni qonagandi shu joyda. Hozir qanday ochilardi bu yer? Mana bu yerda sirli ochadigan joy bor. Bir amallab kirib olish kerak bu yerga. Bo'ldi, всё mana. Bu yerda kimdir uxlardi. Bu yerda pichoq ham bor ekan. Pichoq menga kerak emas, pul ham kerak emas. Pechka olib ketaymikan? No, hozir bu yerdan nimani olib ketsam bo'ladi? Mayli, hozir mana bu daraxtni yaxshisi pishirib olayin-da. Daraxt pishib kulga aylansin. Hozir mana o'rgimchak to'rlarni tozalab tashlash kerak. Menimcha hech kim bu yerda yashamaydi. Agar kimdir yashaydigan bo'lsa ham bu yerdan ketishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin keyin. Xo'p, ochil, chiqib bo'lmayapti. Hozir mana bo'ldi. Ana endi men bu yerdan bitta tosh olib olay, bitta o'zi yetsa kerak menimcha. Xo'p, mana o'tib oldim, qaytarib yo'q qo'yamiz. Menimcha meni bu yerda hali hech kim bilmasligi kerak. Agar bilib qoladigan bo'lsa, janob merga aytadi. Keyin janob mer menga kelib yomon gap aytishi mumkin. Bu yerda nima qilyapsan deyishi mumkin. Men pullarimni shu yerda qoldiraymikan? Shu yerda qoldirmaymikan? Agar qoldiradigan bo'lsam, agar kimdir teginadigan bo'lsa, keyin janob mer bilib qolsa, qishloqdan haydab yuboradi. O'zi shundoq ham qishloqda yashashga qo'ymayapti 15 kun. Nimaga shu tekshiruv o'tkazishar ekan, bilmadim. Mayli endi tekshirish ularga zarur ekan, tekshiraman. U pichoq takoy ekan, lekin bor-u. U pichoq bilan pichoqlashsa bo'lar ekan. Yomon pichoqlash. Hech kim maslahat bermay pichoqlashdi. Hozir uy qurish uchun tekis joy topishim kerak. O'rmon ichidan qayerdandir narsalarim shu yerda tura qolsin. Keyin olib ketaman. Men bu yerdan bir ikkita shu yerdan uy quraymikan? Yo'q, bu yerdan bo'lmaydi. Chunki u shaxta o'zi birov shaxtasi, ya'ni birov bu yerda yashaydi. Agar kelib qoladigan bo'lsa, keyin men tepib haydaydimi, urib haydaydimi, so'kib haydaydimi, menga qorong'u. Balki shunchaki urib adabimni chiqarib turib ketib yuborishi ham mumkin. O'shaning uchun tinchgina birovni joyiga yashamasdan turib, o'zim uchun yangi qulayroq uy qurib olsam, o'sha menga qulay bo'ladi. Hozir qishloqqa yaqin joydan qurish kerak. Qishloq shu yerdan yaqinmikan? Menimcha shu yer chiroyli turadi. Men shu yerdan chiroyliroq qilib borib kichkinaroq uy qurib olsam ham bo'ladi. Mana bunaqaroq qilaylik. Chotki. Menimcha 4 normali. Normali. Mana bunaqa oddiy taxta qo'yib yuboramiz. Bu tomoniga asta. Mana chotki shu yerdan to'g'ri kelamiz. Yana bir ikkita bu yoqqa kirishimiz kerak. Menimcha mana shu yerdan chiroyli chiqsa kerak. Menimcha shunaqa rostdan ham. Mana bu yerdan hisob kitobini qilaylik-da. Mana daraxt olib tashlar ekanman, o'ylab qaradim, chunki daraxtni menga daraxti ham kerak, o'zi kerak emas bu yerda. Joyi kerak emas, joyi kerak, o'zi kerak emas. Ya'ni o'zi ham kerak, lekin o'zi joyida kerak emas, boshqa joyda kerak. Mana bu yerda olib tashlash kerak. Hozir belkurayimni olib kelmaganmidim. Mana daraxt bargini qaranglar, yo'lni to'sganini. Xo'p, menimcha 4 ta bo'ldi. Bo'lib 4 ta. Endi mana bu bloklarni qo'yib chiqamiz. Hozir mana daraxtni bargi menga nima kerak? Hayronman. Menda agar qaychi bo'lganda tezroq olib tashladim, lekin qaychi ham olib kelmaganman. Men qaychini yasatishim kerak. Yasatish juda ham qiyin, chunki temir kerak. Temir topish esa biroz problema. Hozir shaxtalarimiz ham quruq bo'lib qolgan, ichida hech narsa yo'q. Mayli. Bankrotlik davri kelyapti asta-asta. Bu janob mer bu qonunni qanday o'ylab topdi, hayronman. Kimda ko'p pul bo'lsa qishloqdan haydaymiz. Nima, boy bo'lish mumkin emasmi? Bilmadim. Balki rostdan ham bizda shunchaki oddiy pulimiz ko'p bo'lgani janob mer yoqmayotgandir, o'ziga ko'p pul bo'lishni olayotgandir. Mayli, bizdan agar pul so'rasa berib qo'yamiz janob merga, lekin haydab yuboraman deyishi biroz qo'rqinchliroq tuyulyapti-da. Ko'chada qolib ketsak bormi?
dabdala bo'ladi. Hozir nimadir reja o'ylab topaman. Agar o'ylab topmaydigan bo'lsa, pulni topib olishsa bormi? Vapsheta bo'lib ketadi. Mayli, hozir yana daraxt topib kelish kerak. Daraxt yetmayapti. Men nima qilsam bo'larkan? Hozir nimadir o'ylab topish kerak. Yo, bu daraxtni men kesyapman. Bu axir daraxt emas, o'zim o'rnatganman-ku buni. Bo'ldi, mana daraxt topib keldim. Hozir men topib kelgan daraxtlarimni sirraz qo'yib yuboraman. Kichkina bo'lsa ham bitta yashab turish uchun normalroq uy qurib olsam, mazza qilib yashasam bo'ladigan qilib. Mazza ham qilib yashashim shart emas. Quloqim tinch bo'lsa bo'ldi, och qornim tinch quloqim deganda, ular janob mer menga kelib gapirmasa bo'lgani, tamom. Hozir yerni ham pol qismini to'g'rilab olish kerak. Men belkurak olib kelganmidim, yo'qmidi? Mana bu yerda barglarni ham yo'q qilish kerak. Вообще mana shular ham xalaqit qilar ekan. Tak, belkuragim bor. Tak, hozir uyimga bir marta o'tib kelayim. Yo'q, aytgancha. Mana bu yerda g'or ichida narsalar bor edi. O'sha narsalar olib kelish kerak. Narsalar qo'yib qo'ymasam, oddiy uy bo'lib qolyapti. Oddiy uy qilmaslik kerak. Mana bu yerda daraxtcha bor ekan. Daraxt mana bu yerda daraxtni qaranglar. Shuncha bularni ekib qo'yadigan bo'lsam, shuncha menga savob bo'ladi, shuncha yaxshilik qilgan bo'laman, mazza bo'ladi. Buncha aqlliman bo'ladiki. Qolgan uyimda oldiga ekaman, shu yoqqa ekaman, qayergadir. Xo'p, asta nima sig'mayapman. Tak, bo'ldi, mana bunday qilib kirish kerak. Tamom, verstay men kerak olib ketaman. Bu yerda ko'mirlar bor ekan, ko'mirlarni ham olib ketish kerak. Tak, mana bu yerdagi nimani olib ketsam bo'ladi? Shunday hammasini olib ketaman birdan. Mana buni olib ketaman. Farqi yo'q, kimniki bo'lsa ham olish kerak. Vaqtida kelib olmasa shu bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Foydasi mana shunaqa bo'ladi. Olib ketish kerak edi o'shaning uchun o'z vaqtida bo'ldi. Все, bu yerda yopamiz. Bu yerga qaytib kirishni o'z ilojisi qolmadi. Kelgani bilan olib ketolmayman. Qonni nima olib tashlab bo'lmayapti. U yopishib qo'yganmi, nimadir bo'lgan. Umuman ketmayotgan bo'lib qo'ygan. Nima shunaqa bo'lyapti? Hayronman. Hozir bu yerdan bir ikkita daraxt olib ketish kerak. Yana bu yerda oq daraxt bor ekan, kakras. Yo'q, to'xtanglar. Oq daraxtni unchalik uzoqdan olishim shart emas. Yaqinroq joydan olsam bo'laveradi. Bu yerda nahotki birorta qo'y bo'lmasa, qo'y yo'q, qo'y ham yo'q, hech narsa yo'q. Nima qilsam bo'larkan? Birorta qo'y topganim, go'shtini olib yeb turardim. Hatto pulimni ishlatib olmayman ham, chunki janob merga men pulim yo'q deb aytdim. Ko'p pul borligi bilmasligi kerak janob mer. Hozir borib, qarochi uy ichgan narsalar joylashtirib, zo'r qilib nimadir reja qilsam, keyin boshqa narsani o'ylab ko'rsam bo'ladi.